Nega duoyim qabul bo'lmadi? Bu haqida ko'p o'ylaymiz. Lekin biz ko'rmayotgan bir haqiqat bor. Biz ijobatni faqat o'zimiz xohlagan shaklda kelgandagina qabul bo'ldi deb o'ylaymiz. Tasavvur qil, sen bir eshikni qattiq taqillatib ochilishini so'raysan. U ochilmaydi. Sen ranjiysan. Keyin vaqt o'tib bilasan. O'sha eshik ortida seni sindiradigan, iymoningni yemiradigan, yuragingni parchalab yuboradigan narsa bor ekan. Shunda tushunasan. Eshik yopilgani jazodan emas, himoyadan ekan. Ba'zi duolar ijobat bo'ladi, lekin biz so'ragan shaklda emas. Ba'zilari kechikadi, chunki biz hali ko'tara olmaymiz. Ba'zilari umuman berilmaydi, chunki berilsa, yo'ldan adashishimiz mumkin edi. Faqat hozirgi hissimiz bilan o'ylaymiz. Alloh esa butun boshli hayotimizni ko'radi. Unutmang, duo ijobat bo'lmagandek tuyulgan paytlarda aslida Alloh bizni eng katta balodan asrab qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushkunlikka tushmang. Duo qilishdan to'xtab qolmang. Alloh hech qachon samimiy duo qilgan insonni javobsiz qoldirmaydi. U faqat javobni biz kutgan yo'l bilan emas, bizga eng foydali yo'l bilan beradi.